Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqun samanim. Bor bo'lsam kamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azab. Sizga ham ishlaringizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rifu tafsinning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, hurmatli aziz ota-onalar. Endirman o'sha, Kim yurtiga sodiq tursa, endirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, endirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa, endirman o'sha, endirman o'sha. Yurtim xalqarchi, orimdan ulug', suygan farzandlarimdan yorimdan ulug'. Nada on, nada yor, borimdan ulug'. Men jondan bu tuprog'ing qargaldi abzal. kim buni ko'zga sursa, Endirman o'sha, kim buni ko'zga sursa, endirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, endirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa, endirman o'sha. Yovning xushbo'yi gul ham alafdir menga, yurtim ham go'yo kabi tarafdir menga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, aziz o'quvchilarim. Ana bugun maktabimizda juda katta shodiyona bayram bo'lib o'tyapti. Yoshlar, tiklanish o'rtaga. Hurmatli mayorim, Jasorat maktabi o'quvchilari tantanali va'da berish tadbiriga tayyor. Bildirgi beruvchi Jasorat maktabi atrofiga qadar boshlanish tayyorgarlik rahbari Mikrat Xolmatov. Va'da berish marosimiga kirishilsa, erkin. Maktabga o'qishga qabul qilar ekanman. Ota-ona, ustozlarim va sinfdoshlarim oldida xalqimning vatanparvar farzandi bo'lishga, sinfdoshlarimga o'rnak ko'rishga, o'zaro muloqotda, taqdir rasmi sabr-toqatli bo'lishga, vatanning tarix ajdodlarining urf-odatlarini bilishga, kursni a'lo baholarga tamomlab, kelajakda ona vatanimga, xalqimga va prezidentimga bilim, salohiyat bilan mard farzand bo'lishga va'da beraman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'rtaga. Hurmatli mayorim, Jasorat maktabi 26 nafar o'quvchisi tantanali va'da kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir, millionlab mangu berdi bo'lar